Qadrli traderlar, davom etamiz. Demak, forex bozorida Elliott to'lqinlari bo'yicha tilla indekslar va valyutalarni, demak, kriptovalyutalarni tahlil qilishda, demak, yana bir bor bitta hozir valyuta ko'ramiz. Dollar yaponskiy yeni parasi, demak, bir haftalik time frame ga o'tamiz. Sirazi bir haftalik time frame da, demak, bizada mana bunday taxminim bo'yicha demek WXY korreksiya ketyapti. Demek S to'lqinga off S, demek off X. Demek bu to'lqin tugagandan keyin bozor yana o'sishda davom etishi mumkin. Uning uchun demek mana bu X to'lqini tugashini demek kutishimiz kerak. Demek D1 time frame ga o'tamiz. D1 time frame da mana ko'rib turibsizlar, hozir bizada demek A to'lqin bu yerda tugadi, B to'lqin bu yerda demek tugadi demek taxmin qilyapman va birinchi to'lqin off S boshlanyapti. Demek birinchi to'lqin tugagandan keyin demek bizada ikkinchi to'lqin va undan keyin uchinchi to'lqinga demek bozor pastga ketishini taxmin qilyapman. Bu demek общий bir haftalik time frame da demek korreksionniy harakat bo'ladi. Demek korreksionniy S valna bo'ladi. Demek S valna tugagandan keyin даже mana bu minimum kelish mumkin 125 taga. Bu bozor tugagandan keyin yana orqaga demek bu bozorda o'sishiga demek taxminimiz bor. Demek bu bir haftalik time frame. Demek bir soatlik o'tadigan bo'lsak, demek bir soatlik time frame da bizada hozir demek mana bunday holat bo'lyapti. Demek hozir bizada 4-chi mana bu korreksiyaga ahamiyat bering. Juda sложный korreksiya. Bu yerda mana bu WXY ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'p yosh traderlarni masalan aniq qilishi mumkin, demek chalg'itishi mumkin. Demek mana bu yerda proboy bo'ldi deb o'ylab bozor demek razворот qildi deyiladi. Demek bozor pastga tushib ketdi. Keyin pastga proboy bo'ldi deydi. Yani kimlardir qaysidir anaqa bo'yicha masalan bozor yana tepaga ketadi. Xullas juda sложный korreksiya, lekin ahamiyat beradigan bo'lsak, Elliott to'lqinlari bo'yicha, qonun qoidalari bo'yicha hech narsa buzilmagan, cho'tki demek sложный korreksiya bo'lgan bu yerda, плоскость korreksiya. Demek hozir bozor 5-to'lqin bo'ylab, 5-oxirgi to'lqin bo'ylab demek harakatlanyapti. Mana bu 5-to'lqin. Bu tugagandan keyin bizada bu birinchi katta D1dagi birinchi to'lqin bo'ladi. Undan keyin krupniy orqaga korreksiya ABC. Keyin yana bozorda долгосрочный demek selga ketishiga kuzatishimiz mumkin. Demek kuzatamiz. Hozircha demek bizada 5-to'lqin tugadi deb ayta olmaymiz. Uni zaraniy oldindan bilish qiyin. Qachon tugashini, bu tugaganini bilish uchun demek agar bozor mana bu maksimumdan demek o'tadigan bo'lsa, 5 ta impuls bilan demek уже birinchi to'lqin tugadi deb faraz qilishimiz mumkin. Katta time frame D1da va ABC korreksiya orqaga, undan keyin yana долгосрочный sell. Demek kuzatishda davom etamiz. Like bosishni unutmang. Kim Elliott to'lqinlariga qiziqsa va William Gann sistemalari, smart money va boshqa strategiyalarga qiziqsa, adminga yozishingiz mumkin. Bizda o'quv kurslari ochilgan, offline, online, noldan boshlab demek pro tradergacha o'rgatamiz. Xayr, salomat bo'linglar.